Assalomu alaykum, welcome back to my channel guys. Bugungi vlogimiz bizda Dresdenga sayohat haqida bo'ladi. Bitta o'zim emasman, men bitta o'zim aylamayman, bilasizlar. Hello guys. Let's go. O'zbekcha ketdik. Biz bugun tripimiz juda ajoyib bo'ladi nasib bo'lsa. Biz ko'p triplar qilganmiz. Bunisini ham hech nima emas. Nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bratulalar. Вот biz bugun Dresdenga ketamiz. Biz hozir mana shu o'rmonlar oldidan o'tib ketyapmiz, azizlar. Adashtirib ketamiz hozir Muslimani. Biz asli bundaqa ketyapmiz-da, biz mana. Biz orada to'xtadik va hozir Steinek degan joyda ichgan narsalar olib o'tiramiz, chunki 1 soatdan keyin keladi keyingi liniyada, chunki train demoqchiman. Ozgina kech qoldik. Kech kelgani uchun birinchi trainimiz. Hallo Leipzig. Leipzig'damiz. 2000 years later. Azizlar, biz hozirgina Dresdenga yetib keldik. Lekin bitta narsa, biz hozir boshqa joyda tushib qoldik, Dresdenning boshqa joyida. Endi hozir boshqa joyga ketyapmiz. Mayli, piyoda sekin ko'rib ketmoqchimiz. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Biz Dresdendamiz. Azizlarim, biz hozir Japanese Palace degan joyga keldik. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Bu orqa tomoni bu. Bu esa old tomoni. Look at this. Hozir sayohatimiz yarmiga keldik va hozir mana Dresdenning ko'priklarni tagida yuribmiz. Mana bu Dresdenda eski shahar degan nomli joyi. Bu joylar ko'rsanglar yonganga o'xshab turadi, chunki rostdan yongan bular o'sha paytida. Shunaqa. Bu azizlar, biz уже yeb oldik, qornimiz to'yib, uyqumiz kelib o'tiribmiz. Lekin hozir biz shot to'lashimiz kerak. Bu eng qo'rqinchli, hayajonli daqiqa. Charchab o'tiribmiz, lekin уже ketishimiz kerak. Chunki hali Leipzig degan shaharga ham boramiz. To my bank, I'm their bank. Bot faqat ayban bot. Pul tashlasalar bo'ladi menga. Okay. Ularni bankiman. Bizi bankimiz bizga keyin beramiz, lekin foizsiz yaxshi. Lokatsiya. Bunisi organizator, bunisi fotoapparatchida, Fotoapparatchi. Bugun kunimiz вообще zo'r bo'ldi. Biz ham Mashallah kirgandik. Restoranli ko'rindi. Restoranga biz loyiha Qildik. Albatta. Yoki bo'lishi loyiha emas, oyligimiz hali. Nuda. Ora-orada можно. Stay tuned guys. Yeah. Bunday manzarani ham ko'ringlar odamlar, sizlar uchun bu joy. O'zi sizlar uchun olaman bir narsa deb kirdim. Bu tashqarimiz. Mana bu choyniyni qaranglar, sizlar bu вообще umrlarda ko'rmagansizlar bunaqa choyniyni. Men bugun Yasmin choy aytdim, xitoyskiy. Bu qiz nima aytdi? Yapaniy choy aytdi. Bu qiz Yapaniy sao. sizga shunday unaqa tushyapti. Jasmin. Jasminao. Evet. Biz hozir o'sha tomondagi sushidan chiqdik-da, hozir bir joyga kiryapmiz. Aylangani baribir bu ham. Ketishni qaranglar. Biz hozir Apple'ga kirdik. To'g'ri. Biz yangisini almashtirmoqchimiz. Teaser. Hozir obzorini qilamiz, xavotir olmanglar. 1 minut. Mana bu yoqda iPadlar, rostdan iPad juda ham xohlayman, seriozno xohlayman. Вообще.
Chiroyli ekan. Mana. Hozir sizlar bilan 17 Pro ni narxini ko'ramiz. Lekin bitta MacBook olishlik 500 yevroga bitta MacBook bor-da. Ha. An taraflarda. Har xil ranglari bor. Pinkiga ko'zim uchib turibdi an tarafda. Ne olayman? Yangilar chiqdi o'sha tomonda. Shu 500 yevro. Vau. 500 euro. Davay, Yarim oyligingiz. davay. Da. Mana bu Lord Voldemortning tayoqchasi ekan, nusxasi. Mana shu ismini yozib qo'ygan. Bu bilasizlar eng birinchi shunaqa tayoqcha deyilgan. Shu uchun kurash olib borilgan asosan. Azizlar, hozir biz Dresdenda o'sha sayohatimizni bitirdik-da, hozir Hauptbahnhofga ketyapmiz. Ya'ni bu main stationga ketyapmiz. Undan keyin biz to'g'ri Leipzigga yo'l olamiz. U yerda ham shunaqa videolar bo'ladi. Kutib qoling. A few moments later. Xo'sh, biz hozir mana Leipzigga yetib keldik. Yaxshigina muammolar bilan yetib oldik. Mana qizlar, deydilar. Hello. You know guys, we have golden tickets. It's really beautiful ticket. And it's very, very long tickets. It has 3 of them. You know, we are having collections. Mana biz qo'riqlagani Melisada turibdi. Biz anaqa o'g'irlab ketishmasliklari uchun. Bo'ldi, voydot. Bularga bir kamera ko'rsatib qo'ymaydi. Ko'chalari odamni jinni qilib qo'yadi. Mana azizlar, bugungi safarimiz ham qarayapti. Mana Leipzigda ham aylanib bo'ldik, rasmlarga oldik, videolarga oldik, mazza qilib chiqdik. Mana endi hozir Bahnhofga ketyapmiz, ya'ni main central stationga va u yoqdan Berlin tomon yo'l olamiz. Yeah.